Assalomu alaykum hammaga. Bugun siz bilan Birlashgan Arab Amirliklariga sayohat qilamiz. Ko'pchilik bilishadi, ya'ni ko'pchilik turistlarimiz Abu Dabi va Dubayga bilishadi. Keyin mendan so'rashadi, men Abu Dabiga boring deb tavsiya qilganimda, Abu Dabida nima ko'rish mumkin? Qiziq narsa yo'q, hammasi Dubayda deyishadi. Abu Dabida ko'rsa bo'ladigan narsalar juda ham ko'p, chunki birinchidan Abu Dabi bu Birlashgan Arab Amirliklarini poytaxti va tabiiyki ko'rsa bo'ladigan narsalari bir talay. Menga o'sha Abu Dabiga borganimda nimalar ko'proq yoqdi, qaysi joylarga borishingizni tavsiya qilaman. Siz boring Luvr muzeyiga, Ferrari parkka boring, Oq masjid ya'ni Shayx Zayd masjidiga boring. Keyin eng katta nima bor? Akvarium bor. O'sha joyga borishingizni tavsiya qilaman. Chunki men bu joylarning hammasida bo'lganman. Juda ham menga yoqqan. Abu Dabini yoqqan tarafi shahar toza, ovqatlari yaxshi. Arablar albatta muomalangizga qarab muomala qiladi. Agarda siz ularni asabiga tegib, o'sha nima deydi, g'ururiga tegadigan gaplar aytmasangiz, albatta sizga yaxshi muomala qiladi. Bu gapni men doim takrorlayman. Albatta hamma joyda sizni muomalangizga qarab muomala qilishadi deb. Xuddi o'zimizdagi kimdir kelib sizga yomon gap gapirsa, albatta siz ham javob qaytarasiz, unga yaxshi gap gapirmaysiz. Xuddi shunaqa. Abu Dabida meni nima hayratlantirgan, o'sha birinchi marta borganimda, Oq masjidga borganimda, Shayx Zayd masjidiga borganimda men hayratimni yashira olmaganman, chunki juda ham chiroyli edi. Masjid oppoq, ko'zingiz qamashib ketadi bu go'zallikdan. Keyin yana e'tiborimni tortgan narsa, endi men o'zimizda masjidlarga kirmaganman, to'g'risi o'zimizda ayollar, erkaklar uchun balkim joylar bordir namoz o'qish uchun. O'zimizda bilmayman O'zbekistonda qanaqa, lekin o'sha chet elga chiqqanda masjidlariga borishga harakat qilaman. Shu Shayx Zaydga borganimda ayollar uchun alohida namoz o'qishga, erkaklar uchun alohida. Va albatta o'sha kirishdan oldin tahoratingizni yangilashingiz uchun ham sharoitlar bor ekan. Juda ham chiroyli va ayollar tarafda faqatgina ayol qo'riqchi turibdi, ya'ni ahranalari hammasi ayollar. Va o'sha agarda siz namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga alohida anaqa yo'l ko'rsatishadi, bu tomonga yurasan. Agarda siz shunchaki masjidni o'zini tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, o'rtada turistlar uchun yo'l. Siz masjidni tomosha qilib, rasmga tushib, go'zallikdan bahramand bo'lishingiz mumkin. Meni hayratga solgani shu bo'ldi. Juda ham chiroyli. To'g'ri, Istanbulda ham Sultonahmet masjidida bo'lganman, lekin men borgan paytlarda bunaqasi yo'q edi. Balkim endi o'zgarish bo'lgandir. Menga Abu Dabidagi bu masjid juda ham yoqdi. Birinchidan chiroyliligi, ikkinchidan shunaqa sharoitlar va hokazo. Keyin Luvr muzeyiga borganman. Luvr muzeyi ham menga juda ham yoqdi. Shunchalar chiroyli, go'zallik bu. Buni albatta ko'zingiz bilan ko'rishingiz shart. Keyin Dubayga qarab yo'l olamiz. Dubay menga to'g'risini aytsam uncha yoqmagan. To'g'risi men o'sha menga yoqmagan shaharlarim ichida Dubay bor. Birinchidan chang, ikkinchidan aktivni oddih men yaxshi ko'raman, ya'ni shaharlarni yaxshi ko'raman, lekin bularning ichida Dubay yo'q. Albatta chiroyli zdaniyalar, hamma yoqda sharoit, go'zallik, to'g'ri, lekin menga havosi yoqmadi, menga ovqatlari yoqmadi. Nimagadir men o'zimni yaxshi his qilmadim Dubayga borganimda. Balkim sizga bu yoqar, balki ko'pchilikka yoqqan Dubay. Sizga ham yoqishi mumkin, hali bormagan bo'lsangiz. Dubayda o'sha mashhur Burj Khalifa, Dubay fontan, Dubay Mall, yana keyin Dubay Marinada o'sha yaxtaga chiqib, kechki ujinni yaxtada qilish, u ham zo'r, u boshqacha odamga qanaqadir kayfiyat beradi. Bu taraflari menga yoqdi albatta. Lekin shahar o'zi yoqmadi to'g'risi. Odamlarga keladigan bo'lsak, o'sha haliga aytganimdek, muomalangizga qarab muomala qilishadi. Narxlar qimmat. Ovqatlanish narxlari qanaqa? Qimmat, juda ham qimmat. Agarda siz Dubayga bormoqchi bo'lsangiz, sayohatga ketayotgan bo'lsangiz, sizga maslahatim o'sha 4 paket olguncha 2 mahal ovqatlanish bilan olganingiz ma'qul. Chunki mana masalan, bir mahal ovqat bilan shunaqa tayyor paketimiz bor. Bir mahal ovqat bilan masalan 4 kun Dubay, 3 kun Abu Dabi bo'ladigan bo'lsa, bir kishiga 4 yulduzli mehmonxona $550 dan 4 kiyotdi. Bu yoqda ham, bu yoqda ham. Yana buni ichida ekskursiyalari ham bor.
Agarda siz buni 2 mahal ovqat bilan oladigan bo'lsangiz, bir kishiga, kishi boshiga $60-70 yana doplata bo'ladi 2 mahal ovqati bilan. Agar shuni masalan $70 8 kunga bo'lib tashlaydigan bo'lsangiz, hech qancha puldan tushmaydi. Bizada bu yoqda to'laguncha 2 mahal ovqati bilan beradigan bo'lsa, "Voy, qimmat bo'lib ketdi, Dilafruz bir narsalar" deyishadi. Lekin aslida bu o'sha 8 kunga bo'lib tashlaydigan bo'lsa, ancha arzonga tushadi. Bu birinchidan, chunki Dubayda ovqatlanish bilan agar sravnivать qiladigan bo'lsa, bu yoqda olgan ancha arzonga tushadi. Chunki Dubayda men ovqatlanganimda kamida menga qanaqa tushdi? Bir mahal ovqatlanishim eng arzon ovqatlanganimda $40-50 tushdi menga. Bu juda ham qimmat bor bir mahal ovqatlanish. Agarda siz Dubayga 8 kun yoki 10 kunga boradigan bo'lsangiz, bir mahal ovqatlanishingiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa bir kishiga, agarda siz oila a'zolaringiz bilan ketadigan bo'lsangiz, narx bo'lib ketadi. Shuning uchun sizga maslahatim, mabodo Dubayga bormoqchi bo'lsangiz, hali aytganimda 2 mahal ovqat bilan 4 paketni olganingiz ma'qul. Xullas, keyin Sharja taraflarga o'tamiz. Sharja ham juda ham chiroyli, tinch shahar, narxlar Dubayga qaraganda arzonroq. Yaxshi-da, Dubaygacha borishingiz yaqin emas, oralig'i uzoq, yana ham probka. Lekin ataylari u yoqda arzonroq Sharjada. Menga yana qat yoqqan, menga Ajman ham yoqqan. Ajman bu o'sha plyajni oddiy yaxshi ko'ruvchilar uchun zo'r variant. Yana Rasil Xayma. Rasil Xayma ham shunaqa, bu oilaviy dam olmoqchi bo'lganlar uchun Rasil Xaymani men tavsiya qilaman, chunki agar ko'chada ovqatlanmoqchi bo'lsangiz arzonroqqa tushadi sizga va plyajni oddiy va ataylari o'sha все включено konsepsiyada ham bor Rasil Xaymada. Shuni tavsiya qilaman oilaviy dam olmoqchi bo'lganlar uchun. Xullas, Dubay haqida, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari haqida fikrlarim yaxshi va men bu davlatga o'zimning fikrimdan kelib chiqqan holatda 4 baho qo'yaman. Chunki birinchidan qimmat, ikkinchidan Dubay menga yoqmadi. Yoqqani Abu Dhabi bo'ldi ko'proq. Endi keyingi safar bormoqchi bo'lsam, albatta oilaviy borishimni mo'ljalladim. Abu Dhabiga boraman deb o'zimga o'zim niyat qildim. Chunki narxlari ham yaxshi, keyin ataylari 3 yulduzli ataylari ham Abu Dhabida juda ham zo'r. 4-5 yulduzli uroveniga to'g'ri keladi. 5 yulduzli ataylarni tasavvur qiling, qanaqa zo'rligini. Shunaqa.